Tog'a endi shu o'rinda bitta savol, bu qanaqa daftar endi? Bu kundalik daftarim. Men 77-yilda meni yoshimga yetganda hozir harfni ham tanimay qo'ygan odamlar ham juda ko'p. Endi har kimda qiziqishi bog'liq. Bunaqa mayda qo'zi olmayman. Endi mayda qo'zini endi olmayman deb endi buni olib qo'yganman, endi qaytarib berib bo'lmaydi-ku. Endi ayta nari katta qo'ylarim ham bor. Tirikchilikda pul bo'lish kerak. Pul. Qancha puling ko'p bo'lsa, shuncha ko'p qoladi. Qani endi hozir menda 200 million pulim bo'lganda, 200 million pulga 4 millionlik qo'chqordan meniki aslida meni ishim dokumentalniy ish. Menda unaqa quruq gap bo'lmaydi. Realmi? Ha, mana. Mana ko'ringiz mana. Mana menga yozib qo'yman. 2024-yil 23-sentyabr Botir qo'y furishdan 40 millionga o'nakda yem yegan. Bular yem yegan 11 oylik qo'zi qo'chqorlarda oldim. Tug'ilgan joyi bularga Qashqadaryo bo'lgan. O'zim haliga mana 70 ga kirib qoldim. Mana telefonim, qani telefonim? Telefonimni olmoqda. Mana ko'rdilarmi? Telefonga ham cho'ntak qilganman alohida. Bor bo'yiga kirib ketadi. Men telefonda birodarlar, pensioner birodarlar, manag'idan kirib, anag'idan qo'limda qoq-qoq tushib ketaman. Men o YouTube'mi? Men hozir buni mana kirib telefonimni ko'rishingiz mumkin. Kirilchada o'qiganman. Lekin men hozir lotinchada ana qilaman. Lotinchani ham suvda bilaman. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, qo'chqor ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda juda ko'p talab va istaklarga binoan qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan o'sha qo'y boqishni yorivargan hoji buvamiz bor. O'sha xonadonlarga keldik. Muhiddin tog'amizni qo'y fermalarida. Bugungi video syomkamizda mana bunday qo'chqorlar qanday boqiladi, qanaqa yem berish kerak, olishda qanday olish kerak, necha oygacha boqish kerak, shu haqida ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha tog'amizning o'zlarida olishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Bugungi video syomkamizda mana shunday qo'chqorlar boqish haqida bo'ladi. Bo'lmasa, sekin-sekin tog'amizdan birma-bir ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Farzand. Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Ha? Rahmat. Yaxshimisiz, keldingizmi? O'tgan galgi videoyimizdan keyin boqishga talab kuchayib ketdi. Shuning uchun obunachilarimizning istak va talablariga binoan yana bugungi video syomkamizda asosan qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Shu haqida ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha berib boraverasiz. Mayli, endi boshdan o'tganda aytamiz-da. O'tgan safarga video olganingizda bularni ham ko'rsatganman. O'shanda haligi Dostonboydan 2 million 400 mingdan 7 oylik qo'zilarni olgan edim. Bularni o'rtacha kilosi 40 kilo, 42 kilo, 43 kilo, 45 kilo, 44 kilo shunaqa edi. 10 ta qo'ydi. Qo'zida endi bular kichkina qo'zi. 10 ta qo'zini olib kelib boqishda boshladim. 6-sentyabr kuni olganman 2024-yilda. Bu qo'zilarni dastlab erta bular yem yeyishni ham bilmadi. Erta bilan bug'doy bilan makkani yormasini erta bilan har bitta kallaga 250 gramdan, kechqurun 250 gramdan berdim. Beda berdim. Endi keyin borib 300 gramdan bir hafta 250 gramdan berdim. Keyin 300 gramdan berdim. Sentyabr oyida 300 gramdan berdim. Keyin oktyabr oyi bo'ldi. Oktyabr oyiga kelganda siloslarim pishdi, siloslarni o'rdim. Ularga silos berishni boshladim. Erta bilan silos beraman, mana bunday silosdan. Kechqurunga mosh palagini drabilkadan chiqarib beraman, beda beraman. Bularga oktyabr oyiga kelgandan keyin 400 gramdan berishni boshladim har bitta kallaga. 4 kilo makka bilan bug'doyda yormasini beraman erta bilanda. Undan keyin uni yeb olishgandan keyin silos solaman. Taxminan silosni dastlab bular silosni yeyishni o'rgangan, sekin-sekin o'rgandi bir hafta. Hozir 18 kilo, 20 kilo atrofda bir kunda silos yeyishyapti. Kechqurun mosh palagini drabilkadan o'tkazib beraman.
diraba mosh palagini yeyishadi. Kechqurun ham silos beramansan, tagi yomon bo'lib ketadi. Silos endi baribir ishini suyultiraveradi. Endi bu qo'ylarimni mana hozir olganim 6-sentyabr kuni olgan bo'lsam 70 kun bo'ldi. Endi 5 qo'l baravar emas deganday bu qo'ylarda semirishi ham baribir har xil. Men ular qo'ylar kelgandan keyin qimmat oldim deb keliboq tarozida tortganman. Mana tarozimda daftarimda ham bir ko'rsatib ham qo'yavering, hozir topib oling. Tog'a, endi shu o'rinda bitta savol, bu qanaqa daftar endi? Bu kundalik daftarim. Men 77-yilda xizmatdan kelib, o'shandan beri o'zim buxgalter bo'lib ishlaganman, operator bo'lib ishlaganman Namanganda. Xullas kalom shunaqa odatim bor. Necha yoshdasiz? Yoshim 70 ga o'taman bu dekabrda. Dekabrda 70 ga 70 ga o'taman. Xudo xolasa 8-dekabrda tug'ilganman. Endi mana qilib mana buni chiqadimi? Mana buni ko'rinadimi? Ko'rinyapti. Mana pocherkim ham yomon emas meni. Mana 06-09 2024-yilda mana sariq dumbasi va qo'sh dumba 40 kilo, undan keyin ona sariq eng semizi bor ichida 52 kilo, 42 kilo, 40 kilo, 41,5 kilo, 41,5 kilo, 44 kilo, 40 kilo, 45 kilo qilib jami 427 kilo bo'lgan. Mana shu qo'ylar kelganda. Endi 24 millionga olganman. 427 ni 56 mingga ko'paytirsa 24 million bo'ladi. Bu qo'ylarda har bir kilosini tirik vazn men 56 mingdan olganman. Endi 15-noyabr kuni buni tortishga imkoniyati bo'ldi. 70 kun bo'lgandan keyin o'g'limga aytdim, men qo'ylarda bir qiziqdim-da, endi nech kilo semirdiki, mana 70 kilo 70 kun bo'ldi deb turib tortdik. O'g'lim bularni quchoqlab ko'tarib olib chiqib mana shu tarozida tortdi, ana 0 qilib qo'ydik. Endi mana 40 kilolik qo'yim mana 54 kilo bo'libdi, 14 kilo ko'payibdi 70 kunda. Sariq o'ng qulog'ida zangori metkasi bor, 52 kilo ekan, 64 kilo bo'libdi. U 12 kilo ko'payibdi. Yana bitta qo'yim ham 12 kilo ko'payibdi. Bitta oqish kichirog'i bor, shoxi bori bor, kichkinagina shoxi bori bor. O'sha 8 kilo ko'payibdi xolos. Qora chap qulog'i sariq 51-13 quloqda nomeri bor. Bu 7 kilo ko'payibdi. Qora metkasi yo'q, bitta ichida sal semizrog'i bor, o'sha 17 kilo ko'payibdi 70 kunda. Xullas kalom bu qo'ylarim 70 kunda 427 kilodan 540 kiloga chiqibdi. 427 kilodan 540 kiloga chiqibdi. 70 kunda. 70 kunda bular 113 kilo semiribdi 70 kunda. Hammasi bo'lib. Endi bularning kilosi menga 56 mingdan tushgan. Endi men bularni xomchot qilib hisob-kitob qilib qo'ydim endi o'zimcha. Endi bular sentyabr, bular yegan ovqati. Sentyabr oyida bular kuniga 600 gramdan yeb 24 kun yedi-da endi 160 kilo yem yebdi. Oktyabr oyi 31 kun ekan 800 gramdan yeb 248 kilo yebdi yem. Noyabr oyida 15 kun yedi xolos, endi 15 kundan keyin tortdim. Bir kuniga 1 kilodan beryapman. Hozir erta bilan yarim kilo, erta bilan har bittasiga yarim kilodan beraman, 5 kilo yemni erta bilan beraman, 5 kilo yemni kechqurun beraman. Arang yeb qo'yyapti, yeyolmayapti. Yesa 2 kilodan ham beraman, yeyolmayapti-da. Xullas kalom 558 kilo yem yeyishibdi. Endi 558 kilo yem 3000 so'mdan 1,674,000 so'm bo'lar ekan. Endi bularga silos beryapman. Bir kunda erta bilan silos beraman, taxminan 17 kilo, 18 kilo borimki 20 kilo atrofda silos yeydi. U endi bir kunlik silosi 10,000 so'm. Endi mosh pirisi olganman 13,000 so'mdan. U bitta piris 4 martaga yetyapti, 3 martaga yetyapti, 3 marta 4 martaga yetyapti. Endi u bitta piris 13,000 so'm bo'lgandan keyin 3 martaga yetsa, endi 4,000 so'mdan da endi boyinki 14,000 so'mlik qashaq yeyishyapti kuniga. Endi shularni hammasini hisob-kitob qildimda, endi bular mana 540 kilo ko'paygan bo'lsa, undan 420 113 kilo semirgan ekan. Endi 113 kilo ko'payishgan. 113 kiloni
56 mingdan ko'paytirsak 6 milyon 328 ming so'mlik bular ko'payibdi, semiribdi. Pulga pul qo'shibdi. Endi baribir men ertaga bir hali borib yanagi yilga avgustda ya noyabrda ya sentyabrda sotadigan bo'lsam, buni kelasini 56 mingdan pastga bermayman-ku. To'g'rimi? Hech bo'lmasa 60 mingdan ya 58 mingdan beraman baribir. Endi 6 milyon 328 mingdan mana o yem bilan hashakti pulini, ya'ni 2 milyon 654 mingda ayirib tashlasak 3 milyon 674 ming so'm 70 kun shunga qaraganimga menga foyda qolyapti. Endi bitta endi to'g'ri oz, albatta bu oz. Endi insonning ko'zi to'ymaydi-yu baribir. Ham aslida meni bularga qarab vaqtim o'tyapti. Bir hayol doim erta bilandan kechgacha shularni o'ylayman. Bular yemayapti deyman, boshqa deyman, o'taman, qo'yaman. Bularni har hafta erta bilan oyog'i urib qolmasin deb, 2 kilometrga olib boraman, qaytarib qamab qo'yaman. Ko'chada ovqat yo'q bularga. Endi iloji yo'q-da endi o'sha 3,5 million bo'lgan taqdirda ham 70 kunga 3,5 million bo'lsa, kuniga 50 mingdan madgar ishlayapman ekanda. 50 mingga. Demak men bu yerda xomchot qilib ko'rdim. Bir kuniga shu qo'ylarimga qaraganligim uchun 2 marta qarayman. Erta bilan qarayman, kechqurun qarayman. Boshqa vaqtda ham kelib turaman. 50 mingdan hozir menga berishibdi bular. Yuringda bunda oldiga ham nima kirganda bular endi bu qo'y, masalan qo'ylarda hammasi baravar semirmaydi. Endi hammasini baravar semirtirish uchun bir 30 ta 50 ta 60 ta qo'yni ichidan bitta sekin tanlab olsangiz boshqa gap. Mana shu ham jo'la semiradi, mana kichkinam. Mana u ana nergisi, ana oq. Ash ikkalasi mana 3 tasi 70 kunda 7 kilo 8 kilodan semirgan. Buni eshitgan odam ko'chada hashak yesa ham shuncha semirar deydi. Endi hozir bular endi yeydigan yoshga endi yetib keldi, xudo xolasa. Endi bular xudo xolasa yana 2 oydan keyin yana taroza tortaman bularni yoki 3 oydan keyin. 3 oydan keyin taroza tortib turib qancha o'sgan aytaman. Lekin haliga nima deydi? Endi baribir 6 oy 5 oyda kichkina qo'zilar semirmaydi-da. Endi hozir men sizga 3 milyon 300 mingdan 3 milyon 330 mingdan olgan qo'ylarim bor, qo'chqorlarim bor. Ularni ham ko'rsataman. Bular ham hozir ancha semirib qoldi. Hozir bozorga borsam 3 milliondan olaveradi kim bo'lsa. Bularni 3 milliondan olaveradi. Xotirjam olaveradi. 3 milliondan olaveradi. Endi o'zi kelasi ham o'shanga bordi endi. O'shaning uchun Endi shu o'rinda bitta savol obunachilarimizga kundalik daftarni tavsiya qilasizmi? Yo'q, endi uni har kimning ixtiyori o'zida. Odamlar bor. Meni yoshimga yetganda hozir harfni ham tanimay qo'ygan odamlar ham juda ko'p. Endi har kimning qiziqishi bog'liq-da, qiziqishiga bog'liq. Endi bu haliga hisobli do'st ayrilmasliganda endi bu men qo'ydim. U nech pulga tushishidan qat'iy nazar foyda qilamanmi, ziyon qilamanmi, baribir bularni yemni hozir o'tgan safarga qo'ylarni aytdim sizga, bularni qanchadan sotasiz deb. 5,5 milliondan sotaman dedim, o'sha siz anda qilib ketgandan keyin Tepa-Qo'rg'onda Nuriddin degan ukamiz bor, qo'y qilishlik qiladi. Uni mendan qo'y olib turardi. Haligini o'sha videoda ko'rib, YouTube'da videoda ko'ribdi-da, keyin bitta bolam bilan keldi, men u bolani tanimasdim endi. U qassob ekan. Xullas kalam baho qilishib, haligi 11 ta qo'ydi keyin bitta endi ular ichida 100 kilolisi ham bor, 90 kilolisi bor, 85 kilolisi bor. Endi hali tortmagan edim men ham. Xullas kalam sotib yubordim 5 million 300 dan. 5 million 300 ming so'mdan. 5 million 300 ming so'mdan sotib yubordim. O'zim 55 dan sotaman deb mo'ljalladim. 55 ga kim bo'lsa olaveradi deb mo'ljalladim. Endi xullas kalam hammasini o'sha bola yigitga sotib yubordim-da. Undan keyin bu safar endi bunaqa mayda qo'zi olmayman. Endi mayda qo'zini endi olmayman deb endi buni olib qo'yganman, endi qaytarib berib bo'lmaydi-ku. Endi uyda nari katta qo'ylarim ham bor. Endi baribir hayvon boqqan odam ziyon ko'rmaydi.
Endi o'zi aslida men haligi qisir sog'liq boqaman, katta qisir sog'liqlarda boqaman dedim. Endi xudo xolasa bir yildan keyin 25-yilga boqaman endi. Lekin obunachilarimizga boqishni tavsiya qilaverasiz, ha? Ha, endi qo'zilar ham endi bular haligi endi masalan hozir bular endi birinchi 70 kunlikda menga 3,5 million tashlashibdi. Ikkinchi endi bu birinchi 70 kunlikda. Ha bularni 1 yil boqiladi-da. Ha kichina o'zi 6-7 oylik qo'zini olib to'ray boqib kim 5 millionga sota oladi? U mumkin emas u. Ha? To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana maktabdagi 6-sinf o'quvchisi masalan mana 20 yoshli armiyadan kelgan bo'ydoq yigitga kuch bera olmaydi. U bular ham shunaqa endi bular endi sutdan ajragan, menga qo'limga kelib tushgan. Mana endi 70 kunda endi menga hozir shu 3,5 million berganiga ham xursandman. Keyingi etapda mana 3 oydan keyin nima qilamiz? 3 oydan keyin nima qilamiz? Hech bo'lmasa bir 10 million berishar. 10 million semirishar. Endi semirishga endi keldi-da bular. Bo'lmasa katta u yoqda qo'ylar ko'rsatamiz. O odamlarni ham nima qilaylik endi? Endi ba'zi odamlar to'g'ri endi hozir ham gaplashyapman, mayli. Aha. Endi qo'zidan foyda qilish qiyin. Qo'zini uzoq boqish kerak, to'g'ri. Uzoq boqish kerak. Endi gapirib ketaveraymi? Mayli, gapirib ketaver. Ha. Endi haligi nima deydi? Aylanib ulgurib bu savdogarchilikda pul bo'lish kerak. Pul. Qancha pulim ko'p bo'lsa, shuncha ko'p qoladi. Qani endi hozir menda 200 million pulim bo'lganda, 200 million pulga 4 millionlik qo'chqordan 50 ta olib boqardim. Ha, ana bular to'ray boqsam menga faloncha pul tashlab ketardi. O'sha 200 million yo'q-da. Ha, o'shaning uchun bunaqa mayda kichkina qo'zlarni olib yuribdi. Endi sog'liq olsam ham bo'ladi, sog'liqlar arzon bo'ladi-yu. Endi sog'liqlar mara kuydiradi. O'shasida yomon ko'raman, sog'liqda marashni yomon ko'raman. Mana bularni o'shaligi bo'yda o'rnida ilgari qo'y bor edi. Endi katta qo'ylarni sotdim. Katta qo'ylarimni 56 millionga sotdim. 56 millionga sotgandan keyin 2 tondan makka, 2 tondan bug'doy oldim. O'g'limga nimaga qo'yib qo'ydim. Endi mana bularda 3 million 40 millionga xullas qalam 12 ta qo'y oldim-da. 3 million 300 so'mdan. Endi bu qo'ylar ham kilasi bor, mana yozib qo'yganman. Meniki aslida mening ishim dokumentalniy ish. Menda unaqa quruq gap bo'lmaydi. Realmi? Ha, mana. Mana ko'ringiz mana. Mana menga yozib qo'yman. 2024-yil 23-sentyabr Botir qo'y furishdan 40 millionga o'nakda yem yegan. Bular yem yegan 11 oylik qo'zi qo'chqorlarda oldim. Tug'ilgan joyi bularga Qashqadaryo bo'lgan. O'rtacha 60 kilogramm deb yozib qo'ydim. Aha. 60 kilo ekan, ha. Mana 55 kilo, 56 kilo, 60 kilo, 59 kilo, 64 kilo, 65 kilo, 55, 56, 58, 58, 59, 68. Bitta ichida o'sha 68 kilolisi bor edi. 713 kilo. Bular. O'sha kilasi. Ha, 713 kilo. 713 kilosini 40 millionga. 40 millionni 713 ga bo'lsangiz, bu ham 56 mingdan tushdi kilosi. Ha, bu yil qo'ylar qimmat olyapti-yu. Aha. 56 mingdan 1 kilosini men tortib olganman buni. Endi hozir bularga hozir oldin bular yangi kelganda o'sha sentabrda, oktyabr oyida bularga erta bilan yarim kilo, kechqurun yarim kilo yem berdim. Undan oshiqni yemadi-da, ortqizib qo'yaverdi. Endi hozir erta bilan 750 gram, kechqurun 750 gram beryapman har bitta kallaga. Hisob kitob qilibdi. Tarozimda ko'rdingiz bor. Mana vaqtda ham endi bular hozir 55 kilo, 65 kilo, o'rtacha 60 kiloli qo'ylar edi. Bular 60 kiloli. Aha. Endi bular 100 kiloli bo'lishligi uchun yana 40 kilo kerak. To'g'rimi? Aha. 40 kilo. Endi oyiga 5 kilodan ko'paysa 8 oy kerak. Endi oyiga hech bo'lmasa 8 kilodan ko'paysa 5 oy kerak. Bularga 5 oy kerak. Ya'ni mana noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. Mening mo'ljalim aprelga bularni 100 kilo,
110 kilo, endi xudo bersa 120 kilo, 90 dan past bo'lmagan holatda shular 100 kilodan yesa 6 million, 6,5 milliondan oladi bulardan. 100 kilodan o'tsa. O'tmasa, iloji yo'q. Endi o'sha kilosini qachon o'sha 100 ga chiqarish uchun endi beryapman bularga ham ovqatni. Rosa beryapman mana bu. Sirosni solaman. Kechgacha endi qo'ydan baribir nush ortadi. Nush chiqadi, 2 kilo 3 kilo nush chiqadi. Kechqurunga mana bu mosh nima qilib oldi shu qo'ylarim uchun mana bu yerda 1 million 300 mingga 1 million 200 mingga 1 million 200 mingga mana bu moshni to'ponni oldim mana. Bundan beraman kechqurunga. Taxminan 1 kilo mo'lroq edi bu quruq yengil. Buni mosh pres mana. Buni ham hali maydalaydigan mashincha chiqib tashlaydigan apparatim bor. Maydalab beraman. Ayda beda. Bu yog'ida beda. Ha, o'sha ko'rgan bedangiz. Oxirgi o'rimda ham o'rib nima qildim? Bedam ozroq. Shu bedam ozroqligiga nima qildim? Endi hali bunaqa sovqat pishirib berganim yo'q. Demak, siz quruq beryapsiz. Quruq beryapman, quruq. Mana makkani yormasi, bug'doy yormasini sal namlab beryapman. Ovqat pishirib berganim yo'q. Hali berishga vaqt ham bo'lgan yo'q. Endi beramiz, xudo xolasa. Lekin baribir quruq beryapman-da. Men hozir bergan ovqatlarimda hammasini quruq qilib gapiryapman-da. Quruq hisobda gapiryapman. Endi bularda ham bir bo'lsa hozir kelganda 60 kilo edi. 23 sentyabrda 60 kilo bo'lgan bo'lsa, bor oktyabrdan hisob bo'lsin. Bir oy hozir 45 kun, 50 kun ovqat yeyapti. Bo'lmaganda bular 10 kilodan semirdi. Bular semiradda, bularni yash kattaroq. Bular ham qo'zi qo'chqor. Bular Qashqadaryoniki birinchidan, ikkinchidan bular kelganda o'zi o'tgan yili dekabrda tug'ilgan qo'zlarda bular. O'tgan yili dekabrda tug'ilgan, o'shaning uchun yashi ham kattaroq, ham uyda ham egasi bularda ichsa yem berib yurgan. O'sha Qashqadaryoda ham o'sha 100 ta 200 ta qo'zisi bo'lsa, 200 ta qo'zini bir 100 tasini sotib yuboradi-da, yo'qmasa bor 150 tasini sotib yuborib, bir 50-60 ta o'ziga saqlab qoladi-da, o'sha yerda qo'y boqarlar ham. Tuzuk mana katta-kattasini olib qoladi-da. Aydar Qashqadaryoda ko'proq arpa arzon, arpa berishadi. Bular arpa yerkan, hozir arpa ham aralashtirib beryapti. Bularga hali buğday bilan makkani yorma qilib pishirib berganim yo'q. Pishirib bersam endi urganadi, bir hafta ketadi urganishiga. Nima bo'lyapti endi bularda maqsadim aprelga tayyorlab berish. Endi dara qo'ylardan sotgandan keyin bundan bag'idagi hayotimda xuddi shunaqa 3,5 million, 4 millionlik qo'y olib boqaman. Kilosi 60 kilodan kam bo'lmagan. 60 kilo, 70 kilolik qo'ylarni olib boqsangiz 6 oyda tayyor bo'ladi. Uzog'i. Bo'lsa 5 oyda tayyor bo'ladi. Endi 40 kilolik, 35 kilolik qo'yganingizdan keyin bir yil boqasizda, u aniq u. Endi qo'zini olib 6 oyda, ya'ni 4 oyda sotib bo'lmaydi-ku. Uni foyda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shaning uchun men hali o'tgan safar kommentariyada odamlar yozdi, "Ey otaxon, 14 ham boqasizmi? Voy, sabringizga rahmat sizni. Voy, 14 oy boqsangiz, 12 oy boqsangiz, xunini yeb tashlaydi-yu. Unda qanaqa foyda ko'rasiz?" deb yozdi-da kommentariyada odamlar. O'sha yaxshi ham o'sha YouTube'ga chiqqanim. Ancha kallam ishlab qoldi keyin o'sha mavlarni oldin agahligi aytdim, nega arzon narsa yaxshi deb. Arzonni sho'rva statibas deganda, endi hozir mavlarni olgandim. Bulardan men xursandman hozir. Bular endi kelganda 60 kilo. Hozir mashq qo'shqa. Men o'zi kiloni ham bilaman, 2 kilo qabaqa adashaman xolos. Mashq qo'shqa 75 kilo chiqadi. Mana shu dumbar qo'shqalar mana. Mana shu 70 garantiya deyapman. Hozir erinmasa shuni oyog'i endi bular katta. Buni yotqizib oyog'ini peylab tortish kerak. Uni bitta odam quchoqlab ko'tarib tarozining ustiga chiqolmaydi. 60 kilo qo'ydi, chiqish mumkin. 75 kilo qo'ydi, ko'tarib tarozining ustiga chiqishga masalan men yeramayman. Mana shu ham 70 ga borib qoladi mana shu ham. Mana shu ham 70, mana shu ham 70 kilosi.
Yani bozorga borsam 4 million sotaman hozir. Asli 3 million 300 dan olganman. Endi bular tez, bular yaxshi, bular tez ketyapti. Endi xudo xolasa bu qo'ylarimni ham sotib bo'lgandan keyin shunaqa katta qo'y olib boqaman-da. Hozir men tavsiya qilardim puli bor odamlarga. 4 million, 3,5 millionlik qo'ylarni olib birodarlar, endi pullaring ko'p bo'lsa 3,5 million, 4 millionlik qo'ylarni olib boqsalarim 1 million yegizasizlar. 4 million bo'lsa tan narxi 5 millionga tushadi. 6,5 ga sotasizlar, 1,5 qoladi. Bo'lmasa 7 ga sotasizlar. Ay, endi uni qilib 6 oylik qo'zini olib 1 yil boqqandan bunaqa katta qo'yni olib 5 oy boqqan yaxshi. Endi o'sha meni pulim ozligi uchun ilgari o'shaqa kichkina qo'ylarni boqardim. Kallamam ishlamas ekan. Bunaqa mayda qo'y boqib, endi zerikdan mayda qo'y boqishdi. 1 yil boqish kerak ekan. Mana bugungi videolarimizga shular. O'zi asli kommentariyani o'qigan bo'lsangiz, yana chiqaring. O'zi bir hafta bo'lmasdan taklif ko'p bo'ldi-da. Shuning uchun yana bir sizdan maslahatlar olishga harakat qildik. Ilojini boricha o'sha siz gapirmang, tog'amizni o'zlari tushuntirsinlar deganlar uchun men bugun kamdan-kam holatda men ham o'zim haliga mana 70 ga kirib qoldim. Mana telefonim, qani telefonim? Telefonimni olmoqman. Mana eda. Ko'rdilarmi? Telefonga ham cho'ntak qilganman alohida. Bor bo'yiga kirib ketadi. Men telefonni birodarlar, pensioner birodarlar, manaqadan kirib, anaqadan qo'limda qoqib tushib ketaman. Men o YouTube'mi? Men hozir mana kirib telefonimni ko'rishingiz mumkin. Kirilchada o'qiganman. Lekin men hozir lotinchada ana qilaman. Lotinchani ham suvda bilaman. Lotinchani ham suvda o'qiyman. Mana bola rahmatulloh Bahodir Jiyan, Baxtiyor Moskvich, bilen operatori Botir Qo'ypirish, Bozorboy fermerda akasi, mana hammasi mana lotinchada yozilgan. Men kirilchani o'qimayman. Endi hozir zamonga qarab kirilchani qayerda zo'r o'qiyman, nimani? Lotinchani. Lotinchada o'qiraman ham, yozaveraman ham. Chunki kelib aytibman, buni bog'dan kirib bog'dan chiqib ketaman. Erta bilan kechgacha meni o'rtog'im telefon. Gap yo'q, tog'a. Bugungi videolarimizga shular. Endi xolasa bularda kilasini ko'payganligini endi men tortish qiyin-da, endi bularni qani birodar taroziga chiqing desa ekan, sayrab chiqsa ekan, buni ikki kishi yerga o'tkazib olib, oyog'ini baylab, ikki tomondan ko'tarib taroziga qo'yib tortiladi. Endi bular 70 kilodan og'ir. Xudo xolasa bularda hech bo'lmasa bir sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr yangi yilga xudo xolasa. Yangi yilda yana bitta video qilamiz, yangi yilda. Yangi yilda. To'roy boqilganda qancha ko'paydi. Endi bizni musofir dog'lar ham ko'p kuzatishadi-da, o'shalarga ham ha. Endi men albatta unaqa mayda qo'chqorni olishda men maslahat bermayman. Puli yo'q, puli oz odam mayli, endi qo'chqor olsa ham. Puli ko'p. Mana musofir Rossiyadagilarda puli ko'p ularda. 100 millionga qo'yib qo'ysa, 3 milliondan 33 ta qo'y beradi, misol uchun. Mana shunaqa katta qo'y olib boqsa, obro't tez bo'ladi-da, tez, faqat obro't tezroq bo'ladi. Gap yo'q. Sizga ham rahmat, shunchalik vaqtingizni ajratib bilganlaringizda, obunachilarimizga. Endi bu pul o'lsin. Pul deb yashayapmiz-da. Gap yo'q, tog'a. Pul demasa yashash nima kerak bu? Kommentariyaga akalar o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Omon bo'lasizlar. O'tgan safar haliga mana Surxondaryolik Qatag'on qishlog'ining odamlari, Dushanbe mana Tojikistondan Qatag'on qishlog'ining odamlari bor ekan. Va Qirg'izistonda ham Qatag'on qishlog'i bor ekan. Qashqadaryoda Qatag'on qishlog'i bor ekan. Ana shu o'sha Qatag'on qishlog'i yigitlar bizni Qatag'on qishlog'iga salom aytgan. Men ham juda ko'p odamlarga aytdim. O'shalarda Qatag'on qishlog'i bor ekan. Salom aytishdi sizlarga deb ularga ma'lumotni bildirib qo'ydim. Men bilmasdim. Qatag'on qishlog'i O'zbekistonda bitta deb yurardi. Bizni Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Moskva deyarli haliga
kommentariyada o'qib qoldim. Mamadaliyev deb familiya menda. Qodirov Muhriddin Mamadaliyevich. Otamizni oti Mamadali bo'lgan. Mamadaliyev Husniddin deb yozib bittasi, "Uy, meni amakim bu odam, meni amakim" deb kommentariya yozibdi-da. U Koreyada ishlayapti, jiyanim. Zo'riddin ukamning o'g'li. Koreyada ham ko'ribdi-da. Koreyadan deyarli chet davlatda musofirda yurgan akalarimiz ko'pchillari juda ko'pchilik kuzatishyapti. O'zasi imkoniyat bo'lsa talab o'ta kuchli, faqat boqish tashlarim. Biz shularni ko'rib maza qilyapmiz deganlar ko'p bo'ldi mana. Endi ko'pchilik boqaversa arzonchilik bo'ladi, serobchilik bo'ladi. Mana hozir Mongoliyani, Qirg'izning odamlari bir oyda bitta odam hech bo'lmasa 10 kilo go'sht yeydi. Biz O'zbekistonda arang 2 kilo go'sht yeyapmiz misol uchun. Shuni hamma boqaversa arzonchilik bo'ladi-da. Hamma boqaversa arzon bo'ladi. Qimmat bo'lib ketyapti mana, hayron qolyapman men. Tushunmayapman. Boqyapti odamlar. Boqsa ham arzonlamayapti. Arzonlagani yaxshi-da. Masalan, arzonlasa men shu qo'ydi 3 million 300 olmasdan 2,5 millionga olaman misol uchun. Sotganda 6 millionga sotmayman-da, 4 millionga sotaman. Qani endi arzon bo'lsa. Qo'ylarda hamma boqaversa arzon bo'ladi. Bu yil tarvuz ekkan ekan hamma. Tarvuzda arzon bo'ldi-yu. Qani endi qo'ylarda ham hamma boqaversa, arzon bo'lsa. Gap yo'q. Rahmat sizga shunchalik vaqtida ajratib, qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berganingiz uchun. Do'stlar, keyingi videomizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Bu videomiz kechki dasturlarda chiqadi.